Yana bir bor barchaga xayrli kun. Sizlar bilan yana va biz Abdumalik Xambarov, ya'ni Detektiv Yurist kanali. O'tgan galgi murojaatimda video loyihani joylagan vaqtimda sizlarga qo'limizda murojaatlar ko'pligi haqida gapirgan edik. Endi hammasiga bitta-bitta to'xtalib o'tadigan bo'lsak, murojaatlarni keti to'g'risi uzilmayapti. Hech qaysi biriga vaqt uspet qilib bo'lmayapti. Qo'shimcha davlat ishi, undan tashqari qo'shimcha ko'cha-ko'yga yugur-yugur, xuddi shunaqa vaziyatlar nihoyatda ko'p bo'lmoqda. Shu sababli har bittasini bitta-bitta yoritib borishni Xudo xohlasa harakatini qilib bormoqdaman. O'z joyidan turib imkon qadar tegishli tashkilotga borgan vaqtda joydan turgan holda video qilib joylashga harakat qilib boryapman, lekin hech qaysi biriga uspet qilib bo'lmayapti. Hamma jarayon, proseslar vaqt talab qilishiga to'g'ri kelmoqda. Endi esa sizlar bilan har bitta jarayonni bosqichma-bosqich amalga oshirish jarayonini yo'naltirib, yoritib, har bittasini ijtimoiy tarmoqlarga joylab boraman. Birinchi o'rinda qaysi masalaga qaytadigan bo'lsak, qo'limizda hozirda 4 ta murojaatimiz mavjud. Har bitta murojaat tegishli hududlar bilan bog'liq, masofa uzoq, hech qaysi biriga vaqt ajratib bo'lmaydi. Shaxsiy tarkib soni kam. Hozirgi vaziyatda ko'rib turibsiz, tabiiy iqlim sharoiti ham bunga yo'l qo'ymayapti. Ko'p narsa o'zaro hammasi borib turib, texnika tomonlama hamda finansiy tomonlamaga taqalib qolishi mumkin. Men oldindan hech qachon mashincha pul berasan, evaziga mashincha pul qilib keyin men murojaatingni hal qilib beraman demayman. Hamma narsasi o'zaro shartnomaviy asosida. Oldindan keltirilgan xarajatlarga pul olinishi mumkin, lekin ish ma'lum bir tomonga qonunan hal bo'lgandan keyin, ijobiy hal bo'lgandan keyin qolgan masalasini avval kelishib olganimizdan so'ng hamda ish yakunlangandan keyingina o'sha summani qolganini olishimiz mumkin. Bu ham o'ziga yarasha xizmatimiz evaziga. Bu hech qanday noqonuniy xatti-harakat emas. Bu to'g'ridan-to'g'ri qo'lga pul beriladigan yoki bo'lmasam ma deb turib firibgarlik yo'li bilan aldab olinadigan vaziyat emas. Hammasi hisob raqam bank orqali bo'ladi. Ya'ni shartnoma ko'rinishida. Ayrim joylar kelyapti, borib turib o'sha ish jarayonlarda, proseslarda qatnashishimizga to'g'ri keladi, lekin bir ayrim joylar, vaziyatlar keladi, qatnasha olmaymiz. Sababi qo'limizda ishonchnomada keltirib o'tilgan ayrim bizni harakatlarimizni cheklovchi xatti-harakatlar mavjud. Hozirda bir fuqaroning masalasi, ya'ni hozir yoritib borayotgan aliment masalasi bo'yicha hozir qarzdorning qonuniy vakili sifatida ishda ishtirok etyapman, ya'ni Majburiy ijro byurosiga va u yerga kirib turib, qarzdorning hujjatlaridan nusxa olish, imzo qo'yish va qo'yingki, barcha vakolatlari faqatgina MIB harakatlari uchun, boshqa joylarga emas. Ya'ni qonuniy vakil sifatida faqatgina shu hududga, o'sha joyga. Lekin fuqarolik sudlari, ma'muriy sudlarda ishtirok eta olmayman. Sababi bu o'zining notarius orqali cheklangan cheklovlari mavjud. Endi esa ushbu jarayon qattiq holatga keldi. Barchasini yoritib bormoqdaman. Ism familiya sharifini aytmayman. Hech qaysi birini, hattoki davlat ijrochisini ham, qarzdorni ham, uni undirayotgan undiruvchi ayolni ham hech qachon ismini oshkor qilmagan holda proses jarayonida men sizlarga qisqa-qisqa bo'lib yoritib boraman. Hozirgi holatda o'rtada 50-50 vaziyatdamiz. Sababi hozirgi paytda aliment qarzdorligi 17 million bo'lib ketgan qarzdorning hozir qonuniy vakil sifatida ish hujjatlari bilan tanishib chiqdim hamda ushbu jarayonga o'z ko'zim bilan guvoh bo'ldim. Ya'ni 17 million qarz to'planib qolishiga sababchi bo'lgan aliment sababchisi bo'lgan voyaga yetmagan farzand o'zi asli qarzdor bilan birga bir manzilda yashaydi. Faqatgina undiruvchi uning ongini, muhitini o'zgartirib, o'ziga qaratib olish jarayonlari ko'p bo'ldi. Shu narsani men o'z guvohim bilan, o'z ko'zim bilan ko'rdim. Hattoki qarzdorning yashash manziliga borib turib o'rgangan vaqtimda u yerda qarzdorning voyaga yetmagan farzandi, ya'ni alimentga sababchi bo'lgan voyaga yetmagan farzand o'zi asli ota bilan, ya'ni qarzdor bilan birga yashab keladi. Faqatgina o'z vaqtida bu bo'yicha sud buyrug'i chiqqandan keyin unga da'vo ariza kiritmaganligi hozirgi paytda qarzdorning bo'yniga 17 million to'planib qolishiga sababchi bo'lgan. Mahalla vakillari, mahalla idoralari bilan, raislar bilan biz o'zaro gaplashgan vaqtimizda haqiqatan ham voyaga yetmagan farzand o'zi asli otasi bilan birga yashashligi, qo'ni-qo'shnilar bergan xulosaga ko'ra haqiqatan ham bir necha yillardan beri ana shu voyaga yetmagan farzand ana shu qarzdorning yashash xonadonida yashayotganligi, jamiga qancha sarf-xarajat qilinayotgan bo'lsa, barchasi qarzdorning bo'ynidan, cho'ntagidan qilinayotganligini o'z ko'zimiz bilan guvohi ham bo'ldik. Endi esa bu jarayonda nima qildik hozir? Biz ikki o'rtada qarzdor hamda undiruvchini o'zaro murosaga keltirgan holda harakat qilyapmiz. Sababi hozirgi paytda qarzdorning birdaniga 17 millionni to'lash imkoniyati mavjud emasligini inobatga olgan holda undiruvchi bilan o'zaro, ya'ni
mediator sifatida qatnashdim hamda bu o'rtada ularni murosaga keltirish arafasidamiz. Sud jarayonlari ayrim holatlarga ko'ra qoldirilmoqda, ayrim bir sabablarga ko'ra shunaqa masala bo'lib qoldi. Endi sud jarayoni biz nasib qilsa keyingi haftalarga, Xudo xolisa, bo'lish arafasida va biz imkon qadar ijobiy natijaga erishish harakatdamiz. Endi nima demoqchiman bu holat bo'yicha? Ijrochining ushbu holat bo'yicha xatti-harakatlari haqiqatan qonuniy, men uni vakolatini hech qachon pastga urib yoki bo'lmasam uni suiiste'mol qilyapti demayman. To'g'ri, qonunga bo'ysunmagan odamni davlat organ xodimi birortasi yoqtirmaydi. Haqiqatan shunday bo'lishi ham mumkin. Chunki bu o'zimdan misol tariqasida keltirib o'taman. Qonuniy vakil sifatida men unga to'g'ri borib vaziyat tushuntirdim. Hozirgi paytda qarzdor biz bilan o'zaro aloqada har qanaqa vaziyatda ham ijrochining oldiga har qanaqa holatda kelish imkoniyatini biz yaratib berdik. Ya'ni men orqali. Kimda shunaqa muammoli vaziyatlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol menga murojaat qilishlari mumkin. Ushbu holat bo'yicha sizlarga qonuniy xulosalar keltirib o'taman, huquqiy maslahatlar berib o'taman. Endi esa biz ushbu jarayonni kelgusi holatlarda ko'rib turibmiz. Ijrochini hech qachon yomonlamayman. U ham qonun doirasida ish ko'radi. Undiruvchi nima desa, ijrochi ham xuddi shu vazifani bajaradi. Ya'ni bu qanaqa ma'noda? U talab qilyaptimi? U holat bo'yicha iloji bo'lsa iltimos qilib turib shu jarayonni menga hal qilib ber deyaptimi? Ijrochi bu holatni qilishga majbur bo'ladi. Sababi bu uning vazifasi. Shu sababli davlat ijrochilarini ham to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Har kim o'zini vazifasini qonundan tashqariga chiqmagan holda bajarsa, bu demak o'zimizni qonunchiligimizga yetarli darajada hurmat qilgan bo'lardik. Bu bo'yicha nima demoqchiman? Bu hozirgi paytda sizga yoritib berayotgan birinchi mavzuyim, ikkinchi mavzuyimni esa ertangi jarayonlarda Xudo xolisa kiritib boraman. Jarayonimiz, proseslarimiz nihoyatda ko'p. Hech qaysi biriga uspet qilib bo'lmayapti, vaqt yetkazib bo'lmayapti. Shu sababli bittama-bitta loyihalarimiz ekan joylab boraman. Ya'ni sizlar bunga o'zingizni qonuniy xulosangizni berishingiz mumkin. Bemalol har qanaqa holatda ham bu huquqiy ekspertiza, ya'ni tajribadan kelib chiqadigan bo'lsa, huquqiy ongingizni bemalol bizga yo'naltirib yoritib borishingiz mumkin. Bu bo'yicha biz yana Xudo xolasa qayta mavzuga qaytamiz. Sizlar bilan yana kelgusilarda ko'rishib qolguncha biz Detektiv Yurist kanali